Yazdık. Углеводороды. Углеводороды. Соответствующие общую формулу СН H2N. СН H2N называются CNH2N называется алкенами. Алкены содержит одну двойную связь. Birinchi alkan metan. Metanda двойной связь qo'yib bo'lmaydi. Chunki bitta uglerod двойной связь qo'ysang, baqi hamma vodorod одновалентныйda. Bunday vodorod bitta qo'yish mumkinmasda. Xo'p, поэтому первый и второй алкан. Вот так. Вот двойная связь. Наше вещество. Название этого вещества. Первый алкан. Второй алкан. Этанмыды? Ен. Алкан. Алкен. Этан. Этан. Пропан. Пропен. Бутан. Бутен. И так далее. Xo'p, yana bitta nazvaniyasi bor. Etilen. Ilen degan sufiks do 4-ga qo'shiladi xolos. Etilen, propilen, butilen bo'lishi mumkin. Pentilen degan slova bo'lmaydi. Потому что илен исторический суффикс. Shu etan, etilen, propan, propilен, butan, butilen и все. А ен до конца кetaveradi. Xo'p, endi в молекуле этилена связь сигма, сигма, сигма. Один связь пи, сигма, сигма. Гибридизация углерода sp2. Xo'p, валентный угол 120 градусов. Пространственная структура. Плоский треугольник. Разладно? Объясняй увидим. Треугольникda bo'ladi. Xo'p, endi bu nima degani плоский? Например, hozir 11 balonasiga kirsang, kitob taklab qo'yganman-da. Bor o'sha yerdan 20 ta kitob chiqdi deb masalan Muhammaddan kirsam, kitobni naqd chiqadi u. Taklab chiqadi. Потому что kitob плоский-da. Endi, например, o'sha yerdan 15 ta miyaj olib chiqsam taklab chiqadi. Nimaga? U tumoqda. Если molekula etilena ham shu kitobchalik katta bo'lganda, bor etilenni 10 ta olib chiq desam, etilen nima chiqardilaring? Taklab ko'tarib chiqardilar. Molekula плоский. Сколько атомов? Раз, два, три, четыре, пять, 6 атомов находятся в одной плоскости. Tushundingizmi? Agar shunaqa bo'lgan bo'lardi. Endi bundan keyingi представитель mana bu вещество. Название пропен или пропилен. Да, или было. Гибридизация углерода. sp2,
sp2, mana bunisi sp3. Qarang. Gibridizatsiya ugleroda alkenov degan вопрос berilsa, только sp2 ni olmang. Двойной связь прям yonidagi uglerодlarda sp2, a остальные двойной связьga aloqasi связь bo'lmagan uglerодlarda sp3 bo'ladi. Endi, например, shunaqa so'ralishi mumkin. sp2 связь, sp2 sp3 связь, sp2 s связь, sp3 s связь nechtani so'ralishi mumkin. Tushunmaylik. sp2 sp2 связь. Mana shu sigma связь shu. Nechta ekan? Bitta. sp2 sp3 связь. Mana sp2 bilan sp3 связь. Bu ham bitta. sp2 s связь. S bu vodorодdan bitadi. sp2 s. Раз, два и три. sp3 s связь. Раз, два, три. Shunaqa savol berilishi mumkin. Mana shu. Tushunmagan bo'lsangiz so'ranglar. Endi bundan keyingi представитель buten. Endi buten ikki xil bo'lishi mumkin. Bu bo'ladi buten 1. Agar bunday bo'lsa, buten 2. Гибридизация sp3, sp2, sp2, sp3. Bunda ham bu sp2, sp2, sp3, sp3. Hozirdan yozmadim. Shunaqa bo'lishi mumkin, yozaveramiz. Ba'zan boshqa qilib turaylar, tushuntirib beraman. Hop, nomenklatura. Ratsional degan nomenklatura. Bu nomenklatura alkenlarda o'ta ham kam ishlatiladi. Почти ishlatilmaydi hisob. Hop, ratsional nomenklatura это как? Первый представитель это что? Этилен. Поэтому nomenklatura mana сашты. Какой радикал в одной метил. Название метилэтилен. Метилэтилен. Endi agar bu название bo'yicha monoveshestvoni olsak, etilen deb o'zini olib qo'ysak, dimetiletilen. Dimetil etilen. Lekin shu dimetiletilenda kirskasi ham bor-da. Bu вещество ham ikkita metilmi? Dimetil этилен. Формула разный, название одинаковое. Buni raziyasi qilish uchun mana buni simmetrический dimetiletilen, buni asimetrический deb aytishgan. No baribir bu unchalik ko'p ishlardan imkoniyatini bermaydi. Qiyin bo'lib ketadi. Shunaqa prostoy alken bo'lsa aytish mumkin. Metiletilen, dimetiletilen, etiletilen bo'lishi mumkin. Undan kattasi ishlatiladi. Xo'p. Международный систематический, систематическая номенклатура. Например,
Один алкен. Главный, основной цепь выбрать qilinadi. Mana shu главный цепь. Вот mana shu tsepdagi numeratsiya bu tomondan ketadimi? Narigi tomondan ketadi. Bu tomondan radikal yaqinroq, bu tomonga двойной связь yaqinroq. Двойной связь yaqin tomondan ketadi. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пятому углероде какой радикал? Метил. 5 метил. А? Главный цепь алтыма. Гек. 7, 2. Mana bu 2, двойной связь после второго адыга. Гексен. Alken. Alken. Endi o'zi Teksin. istinli sistematik nomenklaturada mana shu ham noto'g'ri. Haqiqiy to'g'ri nomenklaturada 5 metil 2 geksin. degan nom o'zi to'g'ri. Xo'p, endi mana bunaqa beshikamiz. Главный цепь. Agar mana bu tsepni olsak nechta bo'ladi? 5 ta. Bu tsepdachi 4 ta. Iloji yo'q 4 talikni olamiz. Потому что 5 talikni olamiz desak, двойной связь tsepni orasida qolmaydi-da. Biz iloji 4 talikni olamiz. 1, 2, 3, 2 etил. Buten. Или 2 этил, 1 бутен больше. Хоп. Numeratsiya qayerdan ketadi? Главный цепь qaysi? Mana bu главный. Eng uzun shun. Numeratsiya qayerdan ketadi? Yaqin tomondan. Двойной связь bu chekkaga yaqinmi? Bu tomonga yaqin. Bu tomonga yaqin. Demak, ketdik. 1, 2, 3, 4, 5. А? 6, 7, 8, 9. Qayerda radikal turibdi? 5. 4. Etил. Номер 4. Главный длинная цепь точно сказали, да? Длинная цепь mana 4, 5, 6, 3 qo'ysa 9 bo'ladi. Mana tseplarni olib qo'ysak, korotkий bo'lib qoladi-da, u bo'lmaydi. Numeratsiya kelyapmi? 3 ta uqlet bormi? Shu 1, 2, 3 sa. Mana 4, bu 5. Menga 4 ta uqlet bor-ku. Hozir. 5 uqlet метил, mana 5 метил. Va 4 метил. Нонен, потому что общий углерод нечто есть. 5, 9 алкан нонан, алкен нонен. А двойная связь после 4. Mishal mendan so'ragan. Nimani tushunmayapsan? Yo'q. Endi 3 ta uqlet bor-da. Shu veshestvoni faqat uqletdan yozyapman-da. C2 uchta yozdim. Bitta nechta? Mana 3 ta yozdim. Bittachi 4 ta yozdim. Xo'p, numeratsiyamda ketadimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Endi shunday.
tushunmabsan. Nima ha demaysan deydi. Ha, hozir. Главный цвет. Muito. Mana bu ha? Hop, двойной связь qaysi tomonga yaqin? Muito. Tomonga yaqinmi yo bu tomonga? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Qayerda bor radikal? 3 oltida. 3 6. Metil. Nomen. Ha? Hadi kadar radikal. Razı var mı? Ha bu главный цвет. Numeratsiya bo'lmagan joy radikal. Tushundingizmi? Endi nimasi shunday radikal bor? Buni eslab qolish kerak. Mana. Если один водород из этилена выделяется, получается ненасыщенный радикал названием винилом. Mana shu radikal vinil deyiladi. Metandan metil bo'lgani singari etilendan vinil olinadi. Mana bu radikal allil. Nomenklaturani yozib olamiz. Bir radikalni 8 ta radikalga qo'shib qo'yamiz. 10 ta radikal.